Xitoy garchi xalqaro jamiyatga qarata Sharq Turkiston vaziyatining normallashganligi haqida ko'z bo'yashga urinib kelgan bo'lsa-mu, biroq Sharq Turkistonda ijro qilayotgan qattiq ta'qib va tutqun qilish jinoyatlari davomli fosh bo'lmoqda. Bir necha kun ilgari ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan bir sin Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining qattiq nazorat sistemasining izchil davom qilayotganligini oshkorladi. Mazkur sin Xotan viloyati Keriya noyisidan tarqalgan bo'lib, sinda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Xitoyning zo'r ko'lamda atalmish amonlik saqlash punktini ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqini davomli bostirayotganligi ma'lum bo'lgan. Sinni Keriyaga sayohatga borgan bir Xitoy tarqatgan bo'lib, sayohatchi Xitoy yo'l yoqasiga ta'sis qilingan atalmish xalqqa qulaylik saqchi punktlarini ko'rsatib, Şinjanning omonligi nima degan yaxshi deb o'zining xushalligini ifodalagan. Xitoy so'zida yana yo'lning do'qimishlarida saqchi punkti bo'lgandan boshqa har 20-25 metr oraliqda bir saqchiga uchur yo'llash va ma'lum qilish punktlarining ta'sis qilinganligini oshkorlab, boshqa Xitoylarni Sharq Turkistonga xotirjam ko'chib kelishga tashviq qilgan. Nyu-York shahrida 17 apreldan boshlab ichilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini buzish temasidagi 2 kunlik muhokama yig'inining 2-kunida bu sohadagi bir qism reallik hamda uningga qarshi tadbir elish masalasi nuqtaliq muhokama qilindi. Har soha mutaxassislari bu jihatdagi ko'z qarashlarini o'tirg'i qo'yib, navbatda Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi bayonlarni anglab qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, aksicha buning Xitoyga qarshi amaliy va kuchli tadbirlarni elishning insoniyat uchun zaruriyat bo'layotganligini ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Dunyo ayollar ishlari alohida elchisi Kelli Korining qarashicha, yillardan buyon mablag' selish bilan kishilik huquq dafsandichiligi G'arb dunyosi uchun ig'ir sinoqlardan bo'lib kelgan. Bo'libmi kishilik huquq masalasida dunyoviy yetakchi kuchlardan bo'layotgan Amerika uchun o'zining eng chong savdo sheriklaridan bo'lgan Xitoydagi dafsandichilik masalasini qattiq yo'sinda so'zlashish izchil salqarilib kelgan. Xitoyda uy-mulk kasbi bilan zich munosabatli rayonlarning innovat besimining eshishiga ergishib, 4 chong banka 2023-yili nachar qarzning ko'payganligini doklad qilgan. Xitoydagi 4 chong davlat egiligidagi banka bo'lgan Savdo-sanoat bankasi, Xitoy bankasi, Xitoy qurilish bankasi va Xitoy yezigilik bankasi bu hafta o'zlarining 2022-yili 1 trillion 117 milliard yuan bo'lgan ijro qilinmagan kirim nisbatining 10,4 eshib 2023-yili 1 trillion 230 milliard yuanga yetganligini e'lon qilgan. Amerika Avom palatasida o'tkazilgan bilet tashlashda Ukraina, Isroiliya va Tayvanga 95 milliard dollar yordam loyihasi qabul qilindi. Avom palatasi ma'qullagan 95 milliard dollarlik yurishlik mulozimat Ukrainaning 61 milliard dollar yordamidan boshqa yana Isroiliyaga 26 milliard dollar, endi Tinch okean rayoni Tayvanning bexatarligiga 8 milliard dollar yordamni o'z ichiga oladi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi tunugun Indoneziya, dengiz okean va mablag' selish ishlarini moslashtirish ministri Luhut Binsar bilan birlikda Xitoy Indoneziya yuqori darajalik dialog va hamkorlik mexanizmining 4-qatimliq yig'iniga riyosatchilik qilgan. Yegilishicha, ikki taraf amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirishga qo'shilgan. Hindistonda bosh minister Modining 3-qatim vazifa o'tash muddati bo'ladigan umumiy saylovning 1-bosqichida 21 shtatda saylovchilar bilet tashlashga boshladi. Hindistondagi 100 millionlagan saylovchilar 6 hafta davomlashadigan cho'ng saylovga bilet tashlashga boshladi. 6-oyning 1-kunigacha davomlashadigan saylovda dunyo nufusining 1/dan ko'prigini tashkil qiladigan taxminan 970 million saylovchi kelgusi 5 yilda vazifa o'tash uchun Tuvan palataning 543 a'zosini saylaydi.